mezgil joluqturup özün menen bir okta joldorubuz bölök eken жамгырда бирге болгон жаштык кезди жоготпой сезимиме. Aka qo'ylarning bahosini aytib qo'ying-chi. 2.32 jarmda. Eko'tan qo'chqor ekan-a? Yo'q, 2 qo'chqor 32,5 ming so'm bo'lib tur. Buqa baqqanlar uchun bunday qashurlar bor ekan. Qash ko'raychi? 200 so'mdan ekan, olib qashsangizlar o'g'iz semirganda qichadi. O'shanda turmaysizlar. Bahasi qancha buni? 200 so'm. 200 so'mdan ekan, bunday tishlari bor. Mana to'liq olib qashiyverasizlar. Nalca? Buna kichikleri 100 so'mdan. Bunu daha kaç böyle? Bunu savucu olgan. Aha. 100 so'm. Bunalarchi? Bular 150 so'm. Moltayn. Moltayn tartatgan bular menen, bular 150 so'mdan. Sapqada olib bundan deb tartaverasiz. 0559 67 67 77 80 77 84 84. Paylaşsanızlar sakaz meni da jasap beradi. Qaraso'rus Bu echki 4,5 ming so'mga olinibdir. Turpog'ingizning bahosini aytib qo'ying-chi. 23 ming so'm deydi. Erkek turpoq. Bo'ydun bahası 100 ming so'm deydi. Turpog'i menen. Satılmay qolibdir. Bozordan chiqib ketadi. Bahası 100 ming so'm. Qancha oldu? Mana qizil turpoq 38 ming so'mdan. Narxi qara 35 ming so'm. Ya Allah Xudo jurasin. Ya turpoq qancha ekan bahasi aytib qo'ysan? 19 mingmi? Turpoqning bahasi 19 ming. Erkek urg'achimi? Urg'achi turpoq. Bahasi 19 ming so'm. Aka turpog'imiz qancha bahasi? 25. 25 ming so'm urg'achi ekan-a? Urg'achi turpoq 25 ming so'm. Adam tapmay. Adam tartılmaydı gerçekten çalat. Qancha ekan turpoq? 23 dedim kam var. Urg'achi erkakmi? 23 ming so'mda o'tadi, urg'achi turpoq. Kami bor deydi. Bunaqasi chakam bunaqasi? 25. Qashqa turpoqning bahasi 25 ming so'm. Qarazaga tartılmadı, bahasi 58 ming so'mda o'tadi. Kami bor. 65 ming so'mdan. Buqa. Qanchaga berib qo'yinglar? 62 mingga berib qo'yishdir. 65 mingga beramiz dedi. 35 ming erkek turpoq. Kami bor. Ova, o'zing tartasiz. Buqaning bahasi 40 ming so'm. Bağılgan qo'ygan. Qashqa buqa 311 kilo chiqdi. Bahosini aytib qo'yingizlar. 56 ming so'mda o'tadi. Salmog'i 311 kilo chiqdi. Beren taqdi. Odam taqdi. 27 ming. Urg'achi turpog'a
Urgaç torpaq 27 ming so'mdan. Mana ol kichkinasi qancha? Ha, 28. bu kichkinak 28 ming. Erkek torpaq. Akamdan bahsini aytib qo'yasizmi? 30 ming. 30 ming so'm. Urgaç ekan ha? Erkek. 30 ming so'm kam var erkek torpaq. Urgaç torpaqlar 25 ming so'mdan. Sarı torpaq 25 ming. Qara torpaq bağı 25 ming so'm. Bunaqasi necha? 28. 28 ming. Bu cho'ngroq ekan ha? 25 8 ming so'm deyapti. Bu cho'ngroq ekan. Bular 25 dan. Rahmat aka. Çoğunluğunu alıp geldim. Bahasini aytib qo'ying aka. 30 ming. 30 ming so'm. Qayoqdan olib keldingiz? No'xatdan kelib turib 30 ming so'm deyapti. Qunajin. Va saringizcha? 35 dedim. Bu 35 ming so'm. Jazga tuvoyi bu? Ishinde bolasi bormi? Bunaqasi. 36 dedim. 36 ming so'm qunajin. Siznikichi? 42 ming. Jazga tuyu? Jazga tuyu? 42 ming so'm deyapti. Jazga tuvoydi ekan qisir.